Shtangen sirkul. Buni qanday ishlatishni o'rganib olamiz hozir. Nima uchun, qayerda, qanday qo'llaniladi va tuzilishi va o'lcham olib ko'rsatib beraman. Shtangen sirkul asosan tokerlar ishlatadi. Svarshiklar, elektriklar simni ko'ndalang mizasini o'lchash uchun. Masalan, svarshiklar biror bir jism po'lat qalinligini o'lchash uchun. Tokerlar detallarni ichki tashqi diametri, qalinligi, chuqurligini o'lchash uchun. Shtangen sirkul shtangadan tashkil topgan. O'lchash uchun tashqi lablar, ichki lablar, noni yuz, bu yerdan santimetr shtanga lineykasi bo'lsa, mana bu qismida glubinomer, ya'ni chuqurligini o'lchash uchun maxsus qismi bor. Mana bu detalda masalan o'lchab ko'ramiz. Mana bizda bunday tashqi diametrni o'lchashimiz mumkin. Mana bunday ichki diametrni o'lchashimiz mumkin. Qalinligini o'lchashimiz mumkin. Shuningdek, mana bu qismini chuqurligini o'lchamoqchi bo'lsak, mana bu qismini shunday suramiz va mana bu qismi chiqib boradi. Va mana bu borib tekkuncha, mana tegdi. Chuqurligini o'lchasak bo'ladi. Endi mana buni chuqurligini o'lchash uchun ko'ramiz chuqurligi qancha ekan. Bu yerda hozir ko'radigan bo'lsak, mana o'lcham olgandan keyin mana bu yerda vinti bo'ladi, tushib qolgan, qotirib qo'yiladi. Ya'ni ozgina bu surilib ketib, xatolik yo'l qo'ymaslik uchun. Endi buni mana bu santimetr bo'lsa, mana bu yerda nanyuzda millimetrni o'lchashimiz mumkin. Hozir bu yerda bizda 1 santimetrimiz 10 millimetr desak, 10, 11, 12. 12 ga ozgina yetmayapti. Bu yerda 11 dan keyin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mana. Bu yerda hozir 11,9 millimetr ekan. Endi mana bu qalinligini o'lchaymiz. Qalinligini o'lchaydigan bo'lsak, mana hozir bu yerda tepadagidan sanaymiz. Mana tepada qator 1, 2, 3. 3 ga ozgina yetmayapti. Endi bu qatordan olamiz. Mana non-use qismidan. Shunda bu 2 u 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to'g'risida turibdi ekan. Chunki 9 ozgina yetmayapti. Bu yerda bizda hozir 2,8 millimetr bo'lyapti. Salkam 3 millimetr. 2,8 millimetr ekan qalinligi. Xuddi shunday chuqurligini o'lchash mumkin. Mana buni chiqarib olamiz. Glubinomerni va borib taqaymiz. Mana taqaldi. Endi chuqurligini o'lchaydigan bo'lsak, 1 santimetr, 1, 2. 2 dan ozgina o'tib turibdi. Mana bu 1 ga to'g'ri kelyapti. Demak, 1 santimetrimiz 10 millimetr bo'lsa, 10, 11, 12, 1 to'g'risida turibdi. 12, 1 millimetr bo'lyapti. Shunday bunda o'lcham olinadi. Demak, shtangen sirkul bilan bizda tashqi diametr, detalning qalinligi, uning ichki diametri va chuqurligini o'lchashimiz mumkin. Shuningdek, bu bilan elektrik hamkasblarimiz hozir mana buni chuqurligini o'lchasak, elektrik hamkasblarimiz masalan simni yoki kabelni ichidagi simini o'lchamini, diametrini o'lchab, shu orqali uning ko'ndalang kesim yuzasini o'lchash orqali bizning kabellarimizda ko'rsatilgan o'lchami to'g'ri keladimi, yo'qmi, aniq o'lcham olishi mumkin. Ya'ni u haqiqatan ham talab darajasidami, yo'qmi. Keyingi videoda simning o'lchami orqali u talab darajasidami, yo'qmi videosini ko'rsatib beraman.